bitta qo'shiq chiqarganman, O'zbek konsertdan telefon bo'lgan. Bo'ldi, to'xtat degan. To'xtatdi. Keyin borganman. Nima dedim, men uyatsiz qo'shiq aytmayotgan bo'lsam, so'kinmayotgansiz, nimaga men to'xtatyapsiz? Nimaga erkin ijodkorni yo'lini to'syapsizlar desam, sen deydi ishlatayotgan qo'shig'ingdagi so'zlarni deydi, bitta qo'shiqqa sarflagan so'zlaringni 50 ta san'atkor bo'lib ishlatadi deydi. Eshitib ko'rasizlar? Bitta maqarang. Mana boshlandi sevgini oxiri tugadi, hammasi xo'sh nima endi topiladi yor yana bevafo kimsa muhbati charchagida qattimas istar salom beraman anali go'laman boshladi kun kechagida salmanman san talmanga bizda mana hayotimda bo'ladimi nolmas qal faqat o'shga salovat sevgini dastan yo'qoladi xalovat bilaman xatoyim chunki yuraman apalab bu omadim yo'midi qomidi kuchlar qadar ayniqsa har tasab ketib tashqarida yo'qotib pala parcha kuchiga dil bayron bo'lganda azobda qolganda ko'zgaligim to'g'ri gunohda to'ngadi gunoh bu qo'shiqning nomi endi so'zlarini qo'shiqda eshitsanglar-da qarang bu keyin telefon qilgan O'zbek konsertdan. Bo'ldi qildik. O'ltirib qolamiz hozir. Bo'ldi qildik. Tezlikdan ko'ryapsizlar-ku, qizlar ko'ryapsizlar, tezlik bu Miltiqda o'qidagi ikkinchi o'rinda turibdi hozir dunyo bo'yicha.